Videoyimiz Abror Muxtor Aliga va bu yoqdan Sirojiddin Media, Otabek Jo'rayev va shu masalada bo'layotgan holatga ozgina o'zimning fikrimni bildiraman maslahatimni berib o'taman. Bu gapni Abror Muxtor Alining o'ziga borib gapirsang bo'lardi deydiganlar uchun men Abror Muxtor Alining nomeri yo'q. Abror Muxtor Ali bilan gaplashmaganimga ko'p bo'lib ketdi. Lekin bu narsa hozirgi kunda men haqiqatan ham Abror Muxtor Ali o'zini obro'sini o'zi to'kib qo'yapti. Abror Muxtor Alini qilishi kerak bo'lgan ishi boshqa, uni yo'li boshqa degan fikrda bu videoni qo'yamman. Omman ichida bo'layotgan narsa do'st achitib, dushman kuldirib gapiradi. Biz do'stmiz, uni hamma biladi. Abror Muxtor Ali bilan biz shuncha yil kerak bo'lsa birga ham ishladik. Demoqchi bo'lganim, bir-birimizga nisbatan bir husumatimiz yoki shaxsiy adovatimiz boshqamiz yo'q. Salomaligimiz yaxshi. Bu yerda masala men lichni gapirmoqchi bo'layotgan narsam именно mana shu Guliranon temasi yoki qanaqadir artistlarning temasi, qaysidir artist, aktrisa, ashulachi yoki mana hozir mana bo'layotgan masala именно Gulirona masalasi. Abror Muxtor Ali bunaqa ishlarga aralashish kerak emas deb o'ylayman. To'g'risi. Abror Muxtor Ali qilish kerak bo'lgan ishlar emas bu. Abror Muxtor Alining yo'li boshqa. Abror Muxtor Ali bu bizni O'zbekistonda hozir yoshlarimizni mana shu dinga peshqadam bo'lib yurgan insonlarni havorijlar, hizbut tahrirlar, har xil takfirchilar, har xil firqalarga bo'linib ketgan turli tuman bir kazjollar bor. Ana o'shalar bilan olishish kerak. Ana o'shalarni orasidagi xalqimizga devor bo'lishi kerak-da. Lekin mana bunaqa melish narsalarga aralashib, chista men tushunyapman-da, Abror Muxtor Ali bu temada prosmotri ko'tariladi, ana reyting oshadi, boshqa qiladi. To'g'ri, bu tema tarafi bor. Lekin misol nima kerak hozir? Nima kerak hammani o'ziga dushman qilib degan tushuncha meni qiynayapti-da. Misol Siroj, ya'ni Sirojiddin Media, Siroj akam Otabek Jo'rayev. Ularning temasi bor. Ular bo'lmasa biror marta Abror Muxtor Ali sizga gapirmagan. Abror aka birortasi sizga gapirib yoki sizga qarshi chiqib yurgan bolalar emas-da ular. Siz hurmatingizni qiladi kerak bo'lsa, boshqa qiladi, lekin siz videoyingizda o'sha faxshni anaqa qiladigan, yonini oladigan dayuslar bor, boshqa bor, u bor. Endi po faktu oladigan bo'lsa, sizni hozir ular misol ariza berib ustingizdan, davay bo'yniga qo'yib ber. Faxsh qilganini. Davay Abror Muxtor Ali sen mamnaq qil, sen haqorat qilding, sen tuhmat qilyapsan, sen obro'sizlantiryapsan deb 139, 140 balo battar qilib boshingizni og'ritsa. To'g'rimi shu? Kerakmi shu? Menimcha kerak emas. Men lichni sizni bilasiz. Yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Va siz bunaqa ishlarga aralashishingiz kerak emas deb o'ylayman. Siz yo'lingiz emas bu. Artistlar, ashulachilar, qanaqadir komiklar, mana bu ijtimoiy masalalar bir nimalarga aralashib ketyapsiz. Bularni qiladigan bolalar bor. Bularni qiladigan ommaviy axborot vositalar bor. Ular o'zinikini qilaversin. Aralashmang. Obro'yingizni to'kmang unaqa narsalarga. Men ichim achiganidan, ichim kuyganidan gapiryapman sizga. To'g'ri, siz meni balki mensimassiz yoki boshqa qilmassiz. Menga uni anaqa joyi yo'q, qizig'i yo'q. Ayrim videolarda ustoz deydi, lekin men ustozlik qilmaganman, ta'lim bermaganman degan joylaringiz ham bor. To'g'ri, siz nimaga ustoz deymiz? Siz o'sha din masalasida bizga qanaqadir tushunchalar berganingiz uchun shu ijtimoiy tarmoqda, boshqada, kerak bo'lsa yoningizda yurganimda ham o'sha payt tushuncha berganingiz uchun sizni ustoz deb hurmat qilaman. Prosta bu temalar sizni temangiz emas-da. Tushuning? Sizni yo'lingiz boshqa. Siz Samarqandiylar, Zufarlar, kim? Ibrohim Muvahhidlar, balo battarlar, shu
musulmon ahlini miyasini chayvotganlar bilan olishing, bunaqa narsalarni bizga qo'yib beravering, biz o'zimiz qarshilab tashlaymiz bunaqa narsalarni. Siz hozir sizga dushman bo'lmagan, sizga kerak bo'lsa qiyin paytingizda turib bera olaman deydigan bolalar ham sizga qarshi bo'lib qolyapti. Misol mana o'sha Siroj Otabek sizga yomonligi teggan bolalar mas'ullarni. Balki hozir shunaqa darajagacha yetgandirsiz, sizga уже hech kimni poddershkasi kerak bo'lmay qolgandir. Yo boshqadir. Lekin siz tushuning, ular o'zini ishini qilyapti. Ular o'zini ishini qilib yuribdi. Ommaviy axborot vositasi, bloger, jurnalist. Siz ahli ilmsiz. Sizni darajangizda siz ani o'tinoyda fikr bildirib, PR qilib, har xil gaplar gapiradigan joyingiz emas bular. Yoki qaysidir ashulachi bilan siz urushib o'tirishingiz, boshqa qilishingiz kerak emas u. Bu necha marta men siz taraf bo'lib, sizni yoningizga olib chiqqan bo'laman. U narsani o'zingiz prekrasno bilasiz. Yoningizda ijtimoiy tarmoqda turganlardanman. Qo'ying shunaqa temalarga aralashmang. Men просто sastaraning do'st sifatida sizga chekkadan kuzatuvchi sifatida aytayapman. Ey, sizni obro'yingiz to'kilyapti bu temalarda. Tarafdorlaringiz emas, sizga qarshilik ko'payyapti faqat. Va mana shu narsalar menga yoqmayapti. Siz tushuning, boshqa dunyo insonsiz. Bu narsalar o'zi bilan o'zi bo'lib, o'zinikini o'zi qil. Sizni просто qilishingiz kerak bo'layotgan ish bu narsalarga aralashmaslik. Tamom. Aralashmang. Qaysidir artist bir nima deydimi, dinga taalluqli bo'lsa, bemalol u sizning ishingiz. Lekin mana ijtimoiy masalalar, qanaqadir bir g'iybatlar, balo-battarlar, u narsalar sizning yo'nalishingiz emas-da. Tushuning? Kim bo'lsa sizga tosh otishga tosh tiqilib ketdi, tosh otib yotibdi hamma yoqdan. Biz bu narsani ko'rib, to'g'risi bizni ham jahlimiz chiqadi. Nimaga? Kimsan rahmatli shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni shundoq katta shogirdlaridan. Millionlagan auditoriyangiz bor. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ishingiz boshqa. Qanaqadir ayollar bilan bahslashishingiz yoki ular bilan bir qanaqadir temani obsujdat qilib o'tirishingiz, bu sizga faqat prosmotrga, PR-ga foyda, boshqasiga foyda yo'q. Sizni obro'yingizni tushiradi faqat. Tamom. Yaxshi ish emas. Men achinmayman to'g'risi. Siz qanaqadir milki mayda temalarga aralashib olib, o'shalar bilan bahslashib, bir nima qilib yuribsiz. Tugayapti, qarochi, bor-ku. Siz boshqa. Siz boshqa maydondagi odamsiz. Tushuning? Bu maydon siz urushib yuradigan, siz bahslashib yuradigan maydon emas-da. Sizning ilmiy darajangiz, sizning bilim darajangizdagi maydon emas bu. Mani gaplarimni agar to'g'ri qabul qilsangiz, bilmadim endi. Men to'g'ri narsa aytayapman. Do'st sifatida aytayapman. O'sha ketayotgan yo'lingiz bizni millatda har xil illatlardan, mana shu din masalasida, xavorijlar, Hizbut tahrirlar, takfirchilar, uchilar, vahobiylar, mana mashiladan siz to'sib, odamlarga to'g'ri maslahat berib, to'g'ri yo'l ko'rsatayotganingiz eng zo'ri. Ayollar bilan u kimdir faxshga botdi. Agar ustoz noto'g'ri tushunmang. Agar men shu temada aralashgan bo'lganimda, mana shu Gulirano temasida, misol uni yonini olib video qilib, misol deylik, bir qonuniy haqiqatni chiqarishga harakat qilib yurganimda, siz shu videoni qilib, o'sha yerda dayus deb meni aytganingizda, men borib darvozangizni taqillatardim, ishoning. Men darvozangizni taqillatardim, ey ustoz. To'g'ri gapiryapsiz. Bu yerda mana bunaqa tema bo'lyapti. Siz bunun tepasida yo'qsiz, sudda qatnashmadingiz, bo'lmadingiz, qo'ying. Kerak emas bunaqa gaplar gapirmang. Mana bolalarni ham misol shu ahli ilmda, ustozlar, mana Siroj akam bilan efirini ko'rib o'tiribman, Sirojiddin mediani.
Endi ustoz ahli ilm inson, qo'y yangi yil oldi dilxiralik bo'lmasin, boshqa bo'lmasin deb o'sha boladaji gapirib yuribdi. Ular bu bolalarni borku, birortasini sizga yomonligi yo'q. Sizdan qo'rqadigan joyi ham yo'q, sizga yomonligi ham yo'q. Tushuning? Siz ularga tegmasangiz, ular sizga hayotda tegmaydi. Bu ahli ilm inson. Bu ilmi bor, bu insonlarni to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilayotgan inson deb sizga daji bular borku, bunda toshcha otib qo'ymaydi. To'g'ri tushuning? Shuning uchun qo'ying. Mana shu baland urovingda ketyapsizmi? O'sha baland urovingni ushlashga harakat qiling. Pastga tushganingiz sari sizga tosh, loy, bo'q hamma narsa otilaveradi. Hamma narsa chaplanaveradi. Xolismi, xolamaysizmi? Bu fakt narsa. Bu fakt narsa. Kim nima deydi, nima qo'yadi menga qiziq emas. Men sizni do'st deb, aka deb bilganim uchun bu narsani ommaning ichida bo'layotgani uchun ommaning ichida aytayapman. Qolganlar ham do'stligimni bilsin degan maqsadda. Yo'lingiz boshqa. Ani pachkitsa qilish kerak emas. Bu mama bolalar ham bor-ku, o'sha otabeylar, deylu srochlar yoki boshqalar, ularning ham o'rnomusi bor. Ularning ham oilasi bor. Boshqa xotinini olib chiqib, singlisini olib chiqib, anetda ommani oldida reklama qilib, bir balo qilib yurgani yo'q. Ularga ham tegadi. U bolalar yaxshi bolalar. Xalqqa foydasi tegib yurgan bolalar. To'g'ri, men o'zim hozir bunday olib qarasa xalqqa foydasi tegyapti deya olmayman o'zimni. Shogirdlarim ishlab yotibdi. Shogirdlarimni yurg'izib qo'yganman, viloyat yurib, xalqqa muammosini hal qilib, podderishga berib yuribdi. Men bu Toshkentga kelsa, oldimga kelsa yordam beraman. Oldingidek faol emasman. Lekin ular faol hali. Nima qilasiz? O'zingizga yana o'tirmaydi, negativ ko'paytirib, boshqa qilib, yo'lingiz boshqada sizni. Tushuning, kerak emas bu narsa. Kim nima desa o'sha bilan janjallashib, ayol kishi bilan bahslashib o'tirib, boshqa qilib, keyin siz har xil videolar chiqarishadi, boshqa qilishadi, izdivatsiya qilishadi. Qo'ying, unaqa qilmang.